Qish kunlarida tabiiyki aholining issiqlik manbalari, tabiiy gaz va elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Bu jarayonda fuqarolarning energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanishlari muhim ahamiyatga egadir. Bosh prokuratura va O'z energiya inspeksiya hamkorligida Buxoro shahrida nazorat tadbirlari o'tkazildi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli maskan elektr energiyasidan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Ushbu qoidabuzarlik natijasida elektr ta'minoti korxonasiga 1 milliard 695 million so'mlik zarar yetkazilgan. Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida gaz quvurini rezina shlang orqali ulab, noqonuniy ishlatilayotganligi fosh etildi. Natijada gaz ta'minoti korxonasiga 600 million so'mlik zarar yetkazilgan. Navbatdagi manzil Samarqand viloyati. Payariq tumanida yakka tartibdagi tadbirkorga qarashli oshxonada gaz so'rg'ich qurilmasi orqali tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelinayotganligi fosh etildi. Gaz ta'minot korxonasiga 488 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda yuqorida qayd etilgan holatlar yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.